Gagarin ko'chada 2 xonalik srochni sotuvga chiqdi. Operator Gagarin Avenue mana shu zdanni. Mana shu yerdan kirganda 20-30 metr kirganda 2 xonali xonani srochni sotuvga chiqdi. Ichkaridan obzor qilamiz. Gagarin ko'chasi mana shu yerdan to'g'ri kirganda Zolotoy etaj 4 qavatli binoning 3-qavatda joylashgan mana shunaqangi Wi-Fi'larigacha bor. Mana shu kattagina zal bo'ladi, zakrida balkoni, televizor, lyustra, yaxshi emas, yangisidan turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu shahar ichidan, shahar qoq markazidan hamyonbop uy izlayotgan bo'lsa, mana shu video aynan sizlar uchun bo'ladi. Duxpani divan turibdi, televizor zonasi bor. Ayollar va erkaklar uchun o'zining garderob shkafi bor. Bu xonasida ham trezasi bor. Eng qizig'i, Gagarin ko'chasida bunaqangi uylar 1 soatda sotilib ketadi. O'sha uchun videoni yaqinlaringizga tashlab qo'ying. Xudo xolasa mana shu uyni olsalaringizga, xudo xolasa mana shu yerga kelib, bir ziyofatiga o'tirasizlar. Mana shu mebellari yangi podключённый, mana bu operator podключённый mana shunisi. Rakmenisi bor, gaz plitasi, vitishkasi, kuxnyasiga ham trezasi bor. Yana xolodilnik ham turibdi yangisidan. Ana endi eng qizig'i mana shu sanuzel bo'ladi. Mana shu tashqi taraf eshikdan kirganda sanuzel bo'ladi, aristongacha bor. 55 kvadrat, narxi esa 54500. Pastdan qoldiramiz, srochni aloqa chiqqanda xudo xolasa barakasini ham qilib beramiz.